Qur'on bilan hamsafar 8-qism. بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب Qur'on yod olayotganingizda yomon do'stlardan yiroqda bo'lish lozim. Shuningdek, Qur'on yod olayotganda salbiy fikrli sheriklardan ham uzoqda bo'lish zarur. Salbiy fikrli sherik ehtimol solih, dindor, yaxshi kishi bo'lishi mumkin. Lekin bu salbiy fikrlaydigan kishi sizni Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olishingizdan to'sishi mumkin. Sizga bir misol keltiraman. Agar siz salbiy fikrlaydigan biror inson bilan birga bo'lsangiz, biror yig'ilishda yoki ishda u bilan uchrashib, Qur'on yodlamoqchi ekanligingizni aytsangiz, u nima deydi, bilasizmi? O'zingni qiynama. Qayerdan vaqt topasan? Yoshing ham ulg'ayib qoldi. Juda band odamsan-ku. Shunaqa salbiy gaplarni eshitganingizdan keyin ichingizda men Qur'onni yodlay olmayman deb yuborasiz. Aksincha, ijobiy fikrlaydigan sherik doim sizga yaxshi maslahat beradi. U men sen bilanman, senga yordam beraman, seni yaxshi ustozga olib boraman deydi. Mana shu ijobiy do'stdir. Yana bir misol, siz farzandingizga Qur'on yodlatmoqchisiz. Bolalaring necha yosh? 6, 7 yo 10 yoshda. Ularni qiynama, hayotini og'irlashtirib yorma. Hozir vaqti emas. Mana shu salbiy fikrli sherikdir. Ulug' Alloh haqqi, undan yiroqda bo'ling. Doim ijobiy fikrli kishilar bilan birga bo'ling. Qur'on yodlayapsizmi? Salbiy fikrli insonlardan uzoqda bo'ling. Ular bilan birga o'tirmang. Gaplariga e'tibor bermang. Xulosa shuki, hozir meni eshitib turgan barcha insonlarga xoh u Qur'on yodlagan bo'lsin yoki yo'q, bir narsa demoqchiman. Agar sizni o'zingiz Qur'onni yod olishni xohlamayapsizmi yoki Alloh sizni bunga muyassar qilmadimi, boshqa insonlarni bundan qaytarmang. Hech bo'lmaganda ularga yaxshi gap ayting. Men avvalgi qismlarda Qur'on yod olishning ajru savoblari haqida aytib o'tdim. Har bir harfga 10 tadan yaxshilik berilishini, alif, lam, mim 30 ta hasana ekanligini aytib o'tdim. Boshqalarga mana shu hadisni aytib, ularni shijoatlantiring. Sizni ana shu birgina gapingiz tufayli kimdir Qur'on yod olishni boshlab, Allohning izni ila tez orada xatm qilishi mumkin. Shunday ekan, keling, hammamiz yaxshi gap gapiraylik. Shoyat barcha insonlar Qur'on yod olsalar. Marokash. Marokashda ajoyib Qur'on hofizlaridan biri bilan ko'rishdik. Uning ovozi juda go'zal. U mashaqqat ila qiyinchiliklarga sabr qilib, Qur'onni to'liq yodlashga musharraf bo'lgan. Bunga uning atrofidagi solih kishilarning suhbati sabab bo'lgan. Bizga o'rnak bo'ladigan bu insonning Qur'on bilan bo'lgan qissasiga quloq solsak, Qur'on yodlashga o'zimizda shijoat sezamiz. Agar Qur'onni tark qilib tashlab qo'ygan bo'lsak, unga qaytib yana yodlashga kirishamiz. Hozir biz bilan Marokash arab davlatining xushovoz qorisi Shayx Ahmad Xolidiy. Xush kelibsiz Shayx. Xush kelibsiz. Ahvollar qalay? Inshaalloh yaxshimi? Alhamdulillah. Shayx, hozir Alloh subhanahu va taoloning kitobi bilan bo'lgan qissangiz qanday boshlanganligi haqida bilmoqchi edik. Avvalambor Alloh azza va jallaga hamd va sano bo'lsin. U meni Qur'on yodlashimga muvaffaq qildi. Bu bir necha sabablar tufayli sodir bo'ldi. Bu sabablardan biri mening bir necha imom do'stlarim borligidir. Ularning ba'zisi Qur'onni yod olgan va meni ham shunday yod olishga ruhlantirgan. Men yoshligimda Qur'onni, uni chiroyli o'qishni yaxshi ko'rardim. Men ko'zim nurini yo'qotgandan keyin Asafiya shahridagi ko'zi ojizlar uchun Al-Alaviya maktabiga kirdim. O'sha paytda necha yosh edingiz? 7 yosh. Ha. U yerda 5 yil o'qib, Braille yozuvini o'rgandim.
Shundan so'ng otamga Qur'on yodlash maktabiga kirmoqchi ekanligimni aytdim. Ha, u ozgina ikkilandi, lekin men uni ko'ndirdim. Otangiz ikkilanganmi? غير مقتنع عن الوالد. Ha, chunki u mening kelajagim haqida qayg'urar edi. نعم. Shundan so'ng uni ko'ndirganimdan keyin Alloh azza va jallaga hamd sano bo'lsin, u men bilan birga o'tirib, bir ponaning 8 dan 1 qismini o'qib berib turardi. Men Braille yozuvni yozib olardim. Keyin unga to'g'riligini tekshirish uchun o'qib berardim. Shunday qilib yodlashni boshladim. Har kuni muntazam yodlardim. Keyinchalik bir qancha shayxlarga o'qib berdim. Eshitishimcha, siz to'liq Qur'onni Braille yozuvida yozgan ekansiz. Braille yozuvi bu ko'zi ojizlar uchun mo'ljallangan yozuv. Ha, alhamdulillah, Alloh azza va jalla meni bunga muvaffaq qildi. Ha, mashalloh, sizni tabriklayman. Alhamdulillah. O'zi odatda ko'zi ojizlar Qur'onni tinglash orqali yod oladi. Ha, chunki hamma ham maktabga borib Braille yozuvini o'rgana olmaydi. Ham bu juda kam shaharlarda mavjud. Ham qiyin, shunday emasmi? Ha, juda ham qiyin. Oldin yozasan, keyin xatolarni tuzatasan, xullas juda qiyin. Lekin mana shu qiyin Qur'on safardan keyin uning ajrini Alloh subhanahu va taolo bizga va'da qilgan narsalarni bilgandan keyin barcha qiyinchiliklar ketadi. Allohdan so'raymiz sizga ajr bersin. Dunyo va oxiratda Qur'on bilan darajangizni ko'tarsin. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا إنه سكنى لصدري وهو أنسي عند قهري إنه سكنى لصدري وهو أنسي عند قهري ودوائي في ابتلائي إنه نور لقبري ودوائي بابتلائي إنه نور لقبري إنه نور Turkiya. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Albaniyalik Muhammad Ali qissasi hali yakuniga yetmagan edi. U oilasini tark qilib, Qur'on yodlash uchun Pokistonga safar qilgan edi. U yerda hech kutilmagan dahshatli qiyinchiliklarni ko'rdi. Shunga qaramasdan, Qur'on yodlash fikridan qaytmadi. Pokistonga safar qildim. Albaniyadan Istanbulga samolyotda keldim. Mening pulim ko'pmasdi. Shuning uchun u yog'iga avtobusda ketishga qaror qildim. Bularning bari Qur'onga bo'lgan, Qur'onni yodlashga bo'lgan muhabbatingiz tufayli. Ha, barchasi. Men bunga qaror qilganimdan keyin doim qavmim haqida, albaniyaliklar haqida o'ylar edim. Diktator Albaniyada Qur'onni, dinni yo'q qilishga juda ko'p harakat qildi. Shunda o'zimga o'zim aytdimki, men inshaalloh ularga islomni, Qur'onni o'rgatish uchun u diktatordan ham ko'proq harakat qilaman.
Albaniya poytaxtidan Istanbulgacha samolyotda, keyin Istanbulda avtobusga mindingiz. Ha, avtobusda 7 kun yurdim. Pokistonga yetib borish uchun 7 kun yurdingiz. Biz butun Turkiya hududlarini kezib o'tdik. So'ng Istanbuldan Tehronga, ya'ni Eron poytaxtiga, Tehrondan Zaxodonga, ya'ni Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi Xuroson mintaqasiga safar qildik. Men ozgina u narsa yeb oldim. Keyin Pokistonga qarab ketdik. Pokistonda avval Kuveytdagi, keyin Lahorga bordim. Bularning bari uchun 7 kun ketdi. Ikki oyog'im shunaqangi og'ir bo'lib ketdi. Charchoqdan. Ha, lekin men unchalik ko'p yurganim yo'q. Shunday uzoq masofaga safar qilib turganlar har xil maqsadda yo'lga chiqishgan. Ba'zilar gunoh ishi uchun ham safar qiladilar. Ba'zilar o'zlari istagan boshqa ish uchun. Ammo sizning bu charchog'ingiz Allohning roziligi uchun bo'lgan. Shuning uchun ham u sizni Qur'on yodlashga muvaffaq qilgan. Aytingchi, Pokistonda Qur'on yodlash qanday bo'lgan? Xo'p, Pokistonga bordim, bilasizlar. Pokiston boy davlat emas. Men bir maktabga kirdim. U maktab qishloqda joylashgandi. U qishloq, subhanalloh, miskinlar qishlog'i edi. Birinchi marta maktabga kirib, uni ko'rganimda tushkunlikka tushdim. O'zim Yevropadan kelganman. Turkiyani ko'rganman. Bilasiz, Turkiya juda go'zal mamlakat. Endi Pokistondagi bir qishloqda aqlim boshimdan uchdi. O'zingiz yosh bo'lgansiz. Go'yoki mast kishidek edim. Qayerga kelib qoldim? Bu yerda nima qilaman deb o'ylardim. Ammo mashalloh, ustozlar juda yaxshi kutib olishdi. Izzat ikrom ko'rsatishdi. Qur'on yodlayapsizmi? Bu juda go'zal ishdir. Agar safaringiz boshida bir pora yoki 2 pora yod olsangiz ham, tasavvur qiling. Siz maqsadga erishib Qur'oni Karimni to'liq yod oldingiz. Bu juda uzoq demang. Boshlashdan shundoq deb fikr yuriting. Alloh menga tavfiq berdi. Meni bu ish uchun tanlab oldi. Allohning izni bilan men Qur'onni yod olaman. Men o'zim Qur'on yodlab turganimda, kunlardan bir kun 3 pora yod olganimdan so'ng otamning oldiga bordim. Alloh u kishini rahmatiga olsin va dada, men shuncha vaqt mobaynida endigina 3 pora yod oldim. Bunaqada qachon tugatarkinman dedim. U kishi, yo'q vaqt, sen Allohning izni ila to'g'ri niyat qildingmi? Hozirdan maqsadga erishdim deb hisoblayver. Sen o'zingni doim Qur'on hofiziman deb bilgin, dedilar. Agar siz doimo o'qishda, mashinada, uyda Nabiy sollallohu alayhi va sallamning mana bu hadislarni o'qib yursangiz, qandoq ham yaxshi. Qur'on mohiri kirom farishtalar bilan birga bu hadisni uyqudan turganda ham o'qing. Yana o'qi va yuksalaver. Sen dunyoda qanday o'qigan bo'lsang, shunday o'qi, hadisini o'qing. Bular juda go'zal hadislar. Qur'on qiyomat kunida sohibiga shafoatchi bo'lib keladi. Bu hadislar Allohning izni ila sizning Qur'on yodlashga bo'lgan himmatingizni oshiradi. Agar mening web sahifamga tashrif buyursangiz, Allohning izni ila sizning himmatingizni oshiradigan Nabiy sollallohu alayhi va sallam Qur'on hofizining fazilatlari haqida aytgan barcha hadislarni keltirganmiz. Pokistonda Qur'on yodlash uchun necha yil ketdi? U yerga 17 yoshingizda borgan ekansiz. Pokistonda juda ko'p kasal bo'ldim. Bir oy maktabda bo'lsam, bir hafta yoki 2 hafta kasalxonada bo'lardim. Pokistonda havo yaxshi emas edi. Iflos. Tajvidning o'zini o'rganish uchun 2,5 oy vaqt ketdi. Lekin siz avval arab tili va Qur'onni qanday o'qishni o'rganishingiz kerak edi, to'g'rimi? Ha, harflarni yodlashdan boshladim. Keyin tajvidni o'rgandim. Alban tilida ho yoki sod harflari yo'q. Mavjud emas. Yo'q, shuning uchun menga sod, xo harflarini talaffuz qilish juda ham qiyin bo'ldi. Asli tilingizda yo'qligi uchun. Bizda bu harflar yo'q. Shuningdek, tomoqdan chiqadigan qof harfi yo'q. Men bularni tasbihda sanab takrorlardim. Bularni necha oyda o'rgandingiz? 2,5 oyda. Harflarni o'rganish uchun va tajvidni ham. Keyin Qur'on yodlashni boshladim. Boshida kuniga 2 sahifadan yod olardim. Har kunimi? Ha, amma porasidan boshlaganmisiz yoki baqaradanmi? Amma porasidan. Lekin kasalliklar tufayli 2,5 yil deganda yod olib bo'ldim. 2,5 yilda siz Qur'onni to'liq yod oldingiz. Bu juda katta yutuq. Bizda arab yurtlarida insonlar arab tilini ham bilishadi. Lekin shunga qaramasdan Qur'onni yod olish uchun juda uzoq vaqt ketadi. Lekin siz Albaniyadan uzoq safar qilibsiz. Keyin Pokistonga, ana shunday mashaqqatli safar. Biz boshqalarga ibrat qilib aytmoqchi bo'lgan narsamiz ana shu. Maktabga kirgan paytimda ustozim menga sening yoshing katta ekan, Qur'onni yodlay olmaysan degan.
To'g'ri, yoshlik chog'ida yodlash afzal. Yosh ulg'aygan sari Qur'on yodlash qiyinlashib boradi. Chunki aqli, fikrlari o'zgaradi. Shu jihatdan uning gapi to'g'ri. Lekin sizning barcha g'amingiz, men ustozga aytdim. Alloh haqqi, men faqatgina Qur'on yodlash uchun 7000 kilometr yo'l yurib kelsam-u, siz menga yoshing katta bo'lib qolibdi, Qur'on yodlay olmaysan deysizmi? Siz shuncha safar qilib Qur'on yodlash uchun kelgansiz. Alloh haqqi, agar yoshim 40 ta bo'lsa ham Qur'on yod olaman degan bo'lsangiz kerak. Albatta. Hozir biz Shayx Muhammad Alida Qur'onning asarini ko'rib turibmiz. U Qur'onni yod oldi. Ko'p davlatlarga ko'chib o'tdi, turli ilmlar o'rgandi. Bugun esa boshqalarga o'rgatmoqda. U insonlarga ta'lim berish uchun haris. Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolaman, ilmingizni manfaatli qilsin. Qur'ondan ana shunday qiyinchilik va mashaqqat bilan yodlagan har bir harfingizga qiynalganingiz miqdoricha ajrlar bersin. حفظ شرفهم كلام رب الأنام بيرتلوا في الليل وأطراف النهار يا رب تجعلهم مع السفر الكرام في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا